Assalomu alaykum qadrli obunachilar, bizni kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan mana shu Gentraning kapotiga noldan bronz plyonka qanday uriladi ko'rsatib boramiz. Bilganlar uchun foydali, bilmaganlar uchun eslatma. Xudo xolasa ketdik qani. Xo'p. Bronni kesib olganmiz. Hozir cho'zilib ketmasin deb yopishtirgan jarayonni video qilamiz. Ketdi-da. Olinglar shu yerga. Ushlab turinglar. Kesmay qo'yamiz. Xo'p. Kapotni yaxshilab o'zi polirovka qilib olganmiz. O'zi asli glinalar olish kerak. Agar polirovka qilinmasa, hozir polirovka qilib olganmiz. Hamma yoq joyida. Olib berim. Suvni chiqaradigan. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Qator yaxshilab yuvib. Shilangani berib yuboringlar. Mana. Yuvolyapti. Suvni ochasan shilankada. Ochib turib bersang. Mana. Yaxshilab chang tushib qolmasligi uchun yuvishimiz kerak. Baqib o'tib yaxshi diyor, ochgan. Diyor mu achki boru, Bobur 3 minutdan keyin o'zi yana olib ketaverammikin, yana ezish kerakmikin? Yo'q, o'chib qolsa ham olib ketavermasmikin? Nima qilib olinglar? Qaysi tomondan ochiladi? Ustilaringga tushirib oling. Navarot qilsanglar changini nima qilib olaman. Navarot o'tinglarda. Chang bo'lgan bo'lsa nima qilib ketadi? Hop, suv urib yuborishimiz sababi atta-batta misol plyonkani kesib qo'yganimiz chang bilan o'rnagan bo'lsa, o'shaning uchun suv urib yuboramiz, to'g'ri. Mana. Shilanganni osonroq keltiradigan qilsang. Mana. Bo'ldi, olib ber. Yaxshilab. Nima qilamiz? Tushdilar, tayyorlab qo'yganmiz hali rezinkalarni. Salohiddin. Ertaga qilardik. Mana. Yaxshilab suvni chiqarib olamiz, chang-pang bo'lsa. Xona ham обязательно toza bo'lishi kerak. Mana bunaqa qiling, limon qilingan. Xo'p. Oxirgi marta bitta yuvib olamiz. Yo'q, bundan topdi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana. Oxirgi marta bitta yuvib. Diyor ochaveringlar. Bor. Salom. Suvdavo. Suvdavo nimadan ochasan? Jon uka, nima gangiysan, ha? Davay. Mana. Diyor sen o'sha. Xo'p, mana. Yaxshilab polirovka qilingan, o'shuning uchun mana. Uni ochib yuboryapmiz. Xudo xolasa. Deb tur. Ochib yuborasiz. Ehtiyot, qattiq ushoring, tushib ketmaydi. Xo'p, endi bitta nabor bilan ne urib chiqamiz tepadan pastga mana. Ko'ryapsizlarmi? Tepadan pastga polni urib chiqamiz. Olib kelaver diyor, tepadan pastga polni urib bronni. Kelinglar. Sekin, Amirxon, hali nima qilgansiz? Xotdilar ekansiz.
ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Qo'ydik. Xo'p, endi spirtni beramiz. Xo'p, birinchi spirtni ushlattirib olamiz. Pushtini ham beringlar. Spirtni. Xo'p. Mana. Bir tomonni ushlattirib oldik. Xo'p. Bu tomonni mana joy-joyiga tortamiz. Kapsula juda ketmasin. Mana. Ushlattirib oldik. Endi spirtni ber. Ana, qaranglar. Ag'am ochib tursak-ku. Sal ochib tur. Ko'tarib olmagin. Mana, spirt sepib olyapti, ushlattirgan. Hozir bitta tortib ushlattiramiz. Issiq suvda olib kelin, bitta urib yuboramiz. Xonamizgacha sal sovuqroq olgan. Endi plyonkalari har xil bo'ladi, qattig'i bo'ladi. Mana. Shu. Bo'ldi, xudo xolasa. Suvni berib olib tur. Suvni. Nima sababdan shu videoga kelganda qarot qilasizlar, vallahi hali potqillab, xuddi bugun ishlayotgan, hech ochamiz. Ehtiyot bo'ling, diyor. Hozir video qo'yani ana qol. Ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. To'xta, ko'tarib turib. Yo'q, mo'la yo'qolishi kerak-da. Yo'q, sut berib turlar. Surkov deyman, mana qani? Yaxshi tortmayapsan. Yo'q. Mana, ushlattiryapmiz. Bitta tur. Bo'ldi, xudo xolasa, e'tibor bergan bo'lsanglar, ushlattirib oldik. Plyonkani kley vahshiy kuchli bo'ladi, kley pastroq bo'ladi. Bu sal sredniy kley, o'shaning uchun xudo xolasa yaxshilab ushlattirib oldik. O'z jentraja qiyin mashina bas. Endi xo'p. Yaxshilab suvni hamma yoqqa tegizib olamiz. Mana. Hamma yoqqa tegizib, mana. Ko'ryapsizlarmi? Qaranglar. Mana. Netlariga полностью suv tegizdiramizda. Chiqarishni boshlaymiz o'rtadan. Rakil bersa, leza bersalaring ham mayli. Bismillahirrohmanirrohim. Auzubillahi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana sekin-sekin suvni chiqaraveramiz. Boradi-ku hozir leza. Bolalar. Mana, xudo xolasa. O'zim degan uzr barli. O'zim degan mana ortiq joyini kesib tashlaymiz. Kesib tashlash ortig'i bilan. Mana. Iloji boricha yaxshilab chiqaramiz. Bitta chiqarganda. Va filimon yaxshida qaradi-yo. Mana akalar. Kamchiliklar bo'lsa videoda uzr so'raymiz. Qo'limizdan kelganicha ham ishlab, ham video olishga harakat qilyapmiz sizlar uchun. Inshaalloh. Naqot bunaqasini qilib yubordi-yo. Bir qator uchini yuvib yubor, kim u? Chirqib yubordi uni. Bismillahirrohmanirrohim.
Xudo xolasa mana suvni ehtiyotkorlik bilan chiqaramiz. Mana. Yopishib qolmasligi kerak mana hamma yo'g'i. Mana shunaqa joylarga ehtiyot bo'lamiz. Iloji boricha yaxshi shampun yoki filimon ishlatsalaring juda zo'r bo'ladi. Xudo xolasa. Pashti bo'lib qoldi mana kapot. Bronye plyonкасы pashti bitdi. Hozir qolganlarini ko'ramiz. Latdan olinglar, kapotlar teggan. Yaxshilab bu yer naqori. Mana xudo xolasa. Mana ishda qolib ketibdi. Mana. Hop. Qator yaxshilab chiqarib tashlaymiz. Lezva qani? Lezvani qo'yib qo'ying. Yo'q. Men bu yoqqa tegizib qo'yibsan-da, qara. Ne qilib kesdim-ku ataylab. Ha. Bekorga bu tegib olmayapti. Mana. Mana ko'rding? Xo'p. Central kapot, bronye plyonka. Ochki solib qo'ying. Mana. Instagramga videolar oldik. Endi spirt berib olinglar. Ba'zi yaxshilab chiqardi-yo, qolib ketmasin. Ba'zi. Yo'q, men ham ko'rib qo'yaman. Spirt bo'lsa, oddiy suv bo'lsa, endi yana yaxshi chekkalanib shamponni yuvish uchun qilib yuboramiz. Mana. Yaxshi chiqyaptimi? Xo'p, xudo xolasa bronye plyonkani iloji boricha tushuntirishga harakat qildi. Endi bilasizlar, biz ham ustidamiz, ham videoga tushyapmiz. Hali iminni gapirib yubora olmayapmiz. Tushuntirishga, lekin sekin-sekin harakat qilamiz sizlarga yana ham to'liqroq video qilishga. Hozir pashti bitdi. Bunga 190 mikrolik bronye plyonka yopishtiryapmiz. Mana xudo xolasa hech qanaqa bunaqa chiziqlarini qaratadi, yo'q qolib ketmasin. Mana. Mana shunaqa joylariga. Yaxshiroq. Mana. Ko'ryapsizlar. Chiqardim deysan, qolib ketibdi, ko'rasan, shunaqalar qoldirma. Yo'q. Nima bo'ldi? Mana xudo xolasa pashti bitib qoldi. Hozir bitta sizlarga anaqa ko'rsatamiz. Mana shu tinchana qilyapti. Mana shunaqa paytda spirt sepsa ham bo'laveradi. Faqat sразу nima qilasizlar, bo'lmasa izib qolish mumkin. Shunday tursin, pashti bo'ldi. Bitta qarab yaxshilab ana chiqib. Mana iloji boricha yaxshilab suvini siqib qo'yamiz. Чтобы qolib ketmasligi uchun xunuk bo'lib. Yaxshi, bu dinalarni yaxshilab qara. Dinalar bor. Mana bu tomon yaxshi.
suv deyapti, mana spirtli suvda umiddan o'pgan. Shukr. Olib kelib ko'rsatadi. Ko'rinyaptimi? Mana boshni sirasi tushirib qo'yamiz. Iz o'pmasligi uchun. Yaxshi ko'rinyaptimi? Mana. Hozir bunga hozir ne qilamiz buni qarab turib. Ko'rdingmi? Bo'ldi. Keyin bir qator chekkalarni olib, bitta lattada artib olinglar chiroq qilib. Mana bitta endi sizlar bilan ko'ramiz bitgan holatini. Inshaalloh tayyor. Gentra kapoti. Bunaqa joylarni qarab qo'yamiz. Artur chiroqli qilib. Chekkalarni ko'rib qo'yamiz. Kapotga 190 mikroluk broneplyonka urdik. Narxlari hozir bunga 1,5 million so'mligini urdik. Undan tashqari 2,5 million so'mligi, 4 million so'mligi bor kapotni o'ziga. Assortimentimiz ko'p. Bemalol Marg'ilonda joylashgan vodiyli akalar yoki farqi yo'q qatdan kelsalar, polni kuzov deysizlar ham qizig'i yo'q qilib beramiz. Aloqaga chiqinglar, xudo xolasa broneplyonкani chiroyli qilib bitkazib beramiz. Yoki tonirovka, laminatsiya polni uslugalarimiz bor. Videoga like bosib bizga obuna bo'lib qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin. Endi kamchiliklarimiz bo'lsa uzr so'raymiz, chunki YouTube sohasiga endi kirib keldik, harakat qilyapmiz. Usta bo'lib turib yana ham videolar qilib o'zimiz sohamiz yana ham sizlarga ko'rsatib berishligi, yoritib berishligi yoki yangi o'rgangan ekan ustalarga shu ishimizni bekitmasdan bepul yana ko'rsatib beryapmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan tonirovka Abror.